Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa patologimizdan bitdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz o'sha aytganimday 4 metrga 7,5 metrlik zalimiz bo'ladi. Qo'shimchada aytib o'tishim kerak. Har videolarimda ko'rgan bo'lsanglar, mana endi qilib beramiz. O'rtasini lyustra qo'ysanglar, bular vid beradi. Xolos. Bu yerimiz kirgirimizda ishlagandan keyin patolog xudo xolasa bitdi. Bu yerimiz 2,5 ga 7,5 metrlik kirgerimiz bo'ladi. Bu yerimizda o'tkirimizda hayvonimiz. Xudo xolasa chotki chiqdi. Keyin bu yerimiz 4,5 ga 3,5lik kichkina spalnimiz bo'ladi. Bu yerimiz bir hovuz. Shuning yanında yana 4,5 ga 3,5lik kichkina spalnimiz bor. Bu yerimizdan bir hovuz. Keyin bu yerimiz 2,60 ga 4 metrlik kichkina oshxonamiz bo'ladi. Bu yerimiz bilan. Birgamizda tur yurib kelsanglar, orqa yoqqa o'tamiz. Orqa yoqda xudo xolasa shunday ulli chatak qilib beramiz. Bu yerimiz 15 metrga 4 metrlik ulli uzun chatak bo'ldi xudo xolasa. Bu yoshlarni ham boshlab yuborgan. Chotki bo'ldi xudo xolasa. Ullig'ini. Bu yerimiz 130lik proxotimiz. Tashqariga tushib ketadi. Lekin bu yog'inda yana 5 metrlik kichkina o'tiradigan yer. Sizlar hozircha shu, hammaga rahmat. Keyin patologga bir baho berib kelasizlar.